kanalımdaki söz qaldığım qeyrindaşlarınki iqtisad pul muomala to'g'risida ko'proq leksiyalarni so'zlab berish talabiga asosan bundan keyin bir yurish iqtisod va pul muomala jumladan pay chekiga oid nazariyalarni mushtaq leksiya qilib so'zlab bermoqchi. Ammo bundan burun menga shu shifrliq pul haqida bir leksiya so'zlab berish, shifrliq pulni bilan mashg'ul bo'lish bo'lmaslik to'g'risida ba'zi savollar tushganligi uchun bugungi tunji ya'ni ma u mushu xil shaklda dars o'tishni shifrliq pul to'g'risida so'zlashdan boshlamoqchi. Anadan keyin men shu pul muomala kapital bozoridagi muayyan ko'z qarashlarni, hukmlarni, nazariyalarni ko'pchilikka uzluksiz so'zlab bermoqchi. Ana bo'lsa, bugungi bu leksiya navbatda, ya'ni biz yashayotgan mushu davrdagi uchur davridagi pul, ya'ni sonliq ma'lumotlar, uchurlarga to'lgan bir davrda yashayotimiz. Mushu davrdagi pul haqida bo'ladi. Ko'pchilikning xabarida bor to'r texnikasi, ya'ni internet texnikasi bizning aloqalarimizni, ya'ni aloqalash doiramizni kengaytiryapti, musofamizni qisqartiryapti. Bunday aytgan vaqtda yer sharilishni mumkinligiga qildi. Jumladan shifrliq pul, ya'ni sonliq ma'lumotlar, ya'ni kompyuter orqali shunday ijod qilingan pulmi, ya'ni shifrliq pul deb ataymiz buni. Kishilarningki tovar va mulozimatlarni o'zaro almashtirishda yangicha bir shaklda mavjud bo'lib maydonga keldi. Demak, bu haqda, ya'ni shu baribir yangi bir texnika ijod bo'lgan vaqtda u bizning turmushimizga ta'sir qilyapti emasmi? Mana shu yangi uchur, yangi texnikalarni yaxshi tushungan vaqtda, buni tushungan, buni o'zining turmushiga, o'zining xizmatlarida qo'llangan, hayotiga tatbiq qilgan odamlarningki ishlari yaxshilayotdi. Ya'ni biz aytgan muvaffaqiyatli bir hayotni boshdan kechiryapti. Shu ishlarni tushungan odamlar. Shunga har qanday bir ishda yaxshi qilish uchun shu ishning tegi-tagiga yetish kerak. Bu nima ish? Bu qanday narsa deb bilish kerak. Ya'ni tushuncha bo'lish kerak. Tushuncha vaqtning o'tishiga ergashib izlanish orqali cho'nqurilishi kerak. Ondan uni biz o'zimizning amaliyatimizga tatbiq qilgan vaqtda yaxshi natijalarga erisha olamiz. Biz davatgan shifrliq pul navbatda xalqaro pul deb qaralyapti. Bu hech qanday bir davlatningki pul muomala organininki, ya'ni Markaziy bankasining kontrolida emas. Biz bilamiz, Amerikaning puli dollar, Angliyaning puli pound sterling. Buni shu davlatlarning markaziy banklari besib chiqaradi. Qog'oz pul, tangi pul degandeklarni shu egilik huquqliq davlatlarning banklari besib chiqaradi. Ammo bizda aytgan shifrliq pulni cho desa, bu shifrliq pulni kompyuter orqali asıl qilib yoki paydo qiladi. Buni iqtisodshunoslar, hatto Nobel mukofoti, iqtisod mukofoti berishgan iqtisodshunoslarmi bu shifrliq puldanki bundan keyin davomli keng ko'lamlik ishlatilganligini, buni kelgusining puli deb qaraydiganligini shuna o'tirib qo'yishdi. Biz bilamiz pulning 3 funksiyasi bor. Bu nima degan vaqtda u almashtirishning vositasi, hisobotning birligi, qimmatning saqlanish shakli. Biz pulga an'anaviy berib bergan ta'bir mushu. Endi biz davatgan bu uchur davridagi pul, ya'ni shifrliq pulmi shu xil funksiyalarga egami degan vaqtda bu ega. Shuning uchun bu shifrliq pul biz davatgan pul bilan funksiya jihatdan o'xshash xarakterga ega. Ammo bularning paydo bo'lishi, bularning yurishtirilishi, bularning ishlatilishi jihatdan farq qiladi. Masalan, bu shifrliq pulni shu kompyuter texnikasi orqali, ya'ni shifrliq pulni bu vaqtda kerak, yana so'zlayman, tafsillarga so'zlayman. Xuddi qondan ko'mak qazgandek, yarasidan oltin qazgandek odamlar, kompyuter mutaxassislari kompyuter to'ridan foydalanib, alayda programmalar orqali kompyuter qattiq detaldan, yumshoq detaldan foydalanib, shunday bir paydo qiladigan bir pul. Buni kishilar, yana qanday deganda,
Altın qazgıçlar bo'lgan shu kompyuterdagi shu shifrli pulni qazilganda maxsus murakkab bo'lgan matematikalik tepishmoqlarni alayda maxfiy programmalar bilan tepib chiqib, ondan shu pulni paydo qilgan. Bu ishlarni bular qanday topadi degan haqda mening o'zimning texnik tushunchasi bo'lmaganligi uchun bu haqda to'xtala olmayman, ammo hukm jihatdan azroq bir so'zlab bera olaman-da. Bu shifrli pul xususlar bilan yoki shaxslar bilan orasida shu ilm berim qilindi. Ya'ni odatda siz Amerikaning dollariga yoki fond sterlingga bu pulni tor orqali sotib ola olasiz. Men hozirroq epaqdim buningdan. Jiq emas. Ya'ni bir necha xil pullar bor. Men uni tushuntirib shularningki qachon paydo bo'lgan, qanday pullar degandek narsalar to'g'risida hozirroq so'zlab beraman. Bu shifrli puldan foydalanib, hozir yangicha bir almashtirishninki usullari maydonga kelyapti. Ya'ni kishilar bir-biriga qarz berib turishyapti. Shuning bilan banklarning, har qaysi davlatlarning banklarining nazoratiga tushmagan holda nima qilyapti-da bular? Har qaysi banklarning nazoratiga tushmagan holda mablag' yig'adigan shunday ishlar bo'layapti. Yani bu pulni ishlatadigan odamlarning soni yillarning shu vaqtning o'tishiga ergashib, hozir vabo bo'lib ketdi-ku. Bu pulni ishlatadigan odamlarning soni ko'payib, doirasi kengayib, oxirida bizning shu xalqaro ilm berim ishlarida bir ma'lum darajada nisbatni egallashida shak yo'q. Bizningki biz biladigan pul, yani qog'oz pul, tanga pul degan ma'lum bir davlatlarga xos. Shu davlatlar o'zining davlatining qonuni farmoni bo'yicha biz bu davlatningki puli manda bo'lishi kerak, uning birligi manda bo'lishi kerak deb ondan keyin bu markaziy bank orqali tarqatilib, ana bu pulningki qimmati shu pul bo'lgan talab bilan shu pul bilan ta'minlash o'tirisidagi shunday munosabat tarafidan belgilangan. Lekin mana shifrli pul desa, shifrli pul shu abayman degandek kompyuter texnikasi orqali barliq kelib, anadan keyin shu kompyuter to'rlari orqali shu network deb qo'yamiz, kompyuter to'ri orqali elib setilib, shunday bir maydonga kelgan va shunday taraqqiy qilyapti. Endi bu shifrli pul shaxslardan shaxslar to'g'risida kompyuter yoki ma'lum bir telefon, masalan, ko'chma asbob orqali, telefon orqali, kompyuter orqali internetga ulansizlar ilinib, setilib shunday turilyapti-da. Ya'ni buni shu abayman degandek dollar bilan, fond sterling bilan ilib sotqiladi. Birinchi qatim dunyoda barliq kelgan shifrli pulni Bitcoin deb ataydi ekan. Bitcoin deganning belgisi mundaq Bitcoin. Bitcoinning belgisi shundaq. Odatda seriq rangli bo'ldi bu. Bu 2008-yili oktyabrda barliq kelgan 2 yildek vaqt o'tgandan keyin, ya'ni 2010-yili 5-oyda dunyoda tunji qatim shu Bitcoin haqida ilm berim, ya'ni Bitcoinni setish, Bitcoinni ilish bo'lgan. Anadan keyin 2013-yili 9-oyga kelgan vaqtda Ripple deydigan, ya'ni bir xil pul, Ripple deydigan pul, ya'ni shifrli pul, bu maydonga kelgan. 2010-yil 5-oyda tunji qatim birinchi Bitcoinni ilib setish bo'ldi dedim-ku. Bu 2013-yili 29-noyabrga kelgan vaqtda, 29-noyabrda kelgan vaqtda Bitcoinning qiymati eng yuqori qimmatga yetgan. Bir birlik Bitcoinning qiymati palonch pullab ketgan.
ishqilib nihoyat qimmat bo'lib ketgan. Hozirning o'zida bir birlik bitcoinning qiymati bugungi kunda $15,000 eshib ketdi. Andan keyin bu ishbirliq pullar davomli maydonga kelib, uning turi hozir 10,000 dan eshib ketdi deyman. Hozir 10,000 dan eshib ketdi bu pulninki turi. Demakchi, bu ishbirliq pulga bo'lgan qiziqish, talab yıldan yılga iş yapmakta. Muşu məndən ağan vaxtda, muşu nöqtəni betqan vaxtda şifrlıq pulni, yəni cryptocurrency deb atalgan bu pulni setilish, bunun məbləğ silish, ma'lum dərəcədə məbləğ silish xata emas. Bu işni azılı qılıb qoyuş kerak deb qarayman mən. Mən özüm azıraq pul xərclab qoydum. Paydalandım, ziyan alamdım, onu əmdə görməz, lakin mən ziyan çıxmaydı deb qarayman. Endi qarindoshlarning yana bir balkim bilgisi bor ish shu cryptocurrency degan narsa. Buni men cryptocurrency deydimda. Buni bizning tilimizda shifrliq pul. Ma asabni tunji qidim ishlatgachga tazı yaxshi chiqmayapti shifrliq pul. Bu shifrliq pulninki bu bir xil mavhum holatda. Ya'ni biz buni tutanmaymiz. Bu kompyuterda ijod qilinib, kompyuterda saqlanadigan pul. Qog'oz pul bilan tangi pulni ham yonimizda salamiz, yanchiqimizda bo'lamiz. Yanchiqimizda saqlaymiz, shundami? Ya'ni har qaysi davlatlarninki pul o'ziga tushliq atilgan pullar bor. Masalan, Turkiyaning pullarining birligini Turkiyaning pulini lira deydi. Mana bu pullarni qog'oz pulni xalqlar yanchiqida elib yuradi. Burun chaqlarda maaş taqatgan vaqtimi shu qog'oz pul bilan taqtirgan gap. Hozir unday qilmaydi. Hozir bankaga shundalam pulni urpadiq deydi. Siz uni kompyuter orqali o'zingizning hisob ochgan bankasiga topshirib olasiz. Shunaqmi? Endi mana shifrliq pul, bu shifrliq pul hech qanday bir davlatga tava emas. Bu pul kimga tava desa, bu pul shu shifrliq pulni qazuvchilarga, abay degandek oltin qazuvchilardek shifrliq pulni qazuvchilarga tava. Yani bular shu kompyuterdan foydalanib murakkab matematikalik tepishmoqlarni yeyish orqali ondan keyin bu yashgan har bir tepishmoqni yesa bir shifrliq pul paydo bo'ladi ekan. Buni buxgalterlikdagi hisob kitob daftari bor, hisob kitob daftari bunday bir T shaklli bir hisob kitob daftari bo'ladi. Credit, debit deydigan. Kirim bo'ldi, chiqim bo'ldi deganni xotirlab olgan. Mana shunga o'xshash, shu ommaviy shu ishni qilayotgan bir turkum odamlar biladigan, masalan, mayada bundaq bitcoin yaratildi, bu mayadan mayaga o'tkaldi deydigan alohida bir xil bir programmalik, maxfiy shifrliq shunday pul. Bu pulni yasash, bu qizish tas, bu pulni saxta paydo qilish tas. Shunday bo'lganlikdan bu shunday bir ham uning ustiga bu pulni yo'tkash, ilib setish ishlari ma'lum hukumatlarning, ma'lum pul muomala organlarininkidan mustasno, mustaqil holda ilib berilganlikdan bu bir qism odamlarninki intayin qizg'in qarshi ilishiga erishgan gap. Bu pulninki yana birisi, bu pulni kim qazsa, bu pulni qazg'uchininki shu qazgan ahvoli darhalla shu sistemdagi odamlarning hammasiga ma'lum bo'lib turadigan gap. Ya'ni kim shu kim desak, bu pulni qazg'uchi, bu pulni xarjlovchi, u noma'lum, u maxfiy. Odatda biz o'zimizning bankimiz hisobimiz bor. Hisobimizdan pulni u yoqdan bu yoqqa ursak, kim qanchalik pulni qachon kimga o'tdi deb chiqadi-ku. Ammo bu shifrliq pulda bu narsalar maxfiy. Shunlashqa buni bu shifrliq pulni shifr degan gapning o'zimi maxfiy degan gap bizning tilimizda. Ham bu pulninki, bu shifrliq pulninki
soni miqdori cheklik. Davlatlar qog'oz pulni o'zininki ehtiyojiga qarab turib, masalan, iqtisod bak chekinib ketsa qog'oz pulni ko'paytib bosadi. Ko'paytib bosadi. O chaqda iqtisodga nisbatan pul paxallik kelib chiqadi. Lekin shifrli pulda unda qilib bo'lmaydi. Uning ma'lum soni bor. Shunga bu an'anaviy pul bilan, ya'ni biz ko'rib kelgan qog'oz pul bilan shu shifrli pulning o'tirisiga bir farq shu. Shifrli pulda paxalligi, bu pulning paxal bo'lishiningki mümkünçülüğü hazırcha yo'q deyarlik. Hem bu shifrli pulning yana bir alayligi nima degan vaqtda, bu shifrli pul shu cryptocurrency degan shu pul bor odam hech qanday bir banklarla aloqa qilmay turib, masalan siz ma'lum pulni dollarni Yaponiyaga avvatsangiz, uni almashtirib Yapondagi birisi ilib olsa, bu butun ahvollar xotirinib turadi. Ammo shifrli pulda bu xil aloqa pulni yetkash maxfiy bo'ladi. Buni bir banka, bir hukumat kontrol qilmaydi, ammo bu xil bu pulni shifrli pulni yetkazishning tan narxi intayin tuvan bo'ldi. Demak, mush mandan olganda shifrli pul odatda davlatlarningki o'ziga xos pulidan nurg'un jihatdan farqlanadi. Ya'ni ular qanday ishlab chiqariladi, qanday qiziladi, uning qiymati qanday belgilandi, qanday kontrol qilindi, nerede saqlanadi, qanday yetkazildi degan jihatlarda tubdan farqlanadi. Ammo bir yeri bu shifrli pul kompyuteringizda saqlanadi. Shuna bo'lganlikdan agar sizning kompyuteringiz buzilib ketsa, bu pulni yo'qotib qo'yasiz. Bu yomon yeri shu, bir eng cho'ng yomon yeri shu. Agar o'zi butun nimalaringizni bu xil shifrli pulni yaxshi saqlayolmasangiz, shu shifrli pulning egisi ekanligini isbotlayolmasangiz, bu pulingiz yo'qolib ketadi degan gap. Undan yana bir hozircha bu shifrli pulningki yana bir ojizligi nima degan vaqtda nurg'un savdo organlari, shirkatlar bu pulni texi rasmiy qog'oz pul, boshqa pullarni qabul qilgandek qabul qilib ketmadi. Bir narsaga nisbatan bo'lgan talab oshsa, bir narsaning ishlatilishiningki ko'lami kengaysa, uning bahosi oshadi. Bu oddiy savol. Ammo hozircha bu shifrli pulga nisbatan ya'ni kishilarda muayyan bir xil ehtiyojlik bo'lganligi uchun bu daqiq umumyuzlik qo'llanib ketilmadi. Ammo paraz nima degan vaqtda paraz hozir 1 mingdan ortiq bu shifrli pullar va elib setildigan hozir diqqat qilsanglar, hatto o'zinglarning bankalarma bizda shifrli pul hisobida ichinglar deydigan uchurlarni avatib diqqat qilsanglar, bu pulga nisbatan bir qiziqtirishmi bo'layotdi pul muomala organlaridan. Chunki kishilar yangi narsaga qiziqib, yangi narsaga pul qajaydigan bo'lganlikdan, bu banka o'rinlarimi bundan qo'rqqan mayli, bu foydadan davatdi. Xo'sh, endi mishada men qisqachalar shu an'anaviy pul bilan shu shifrli pulning o'tirisidagi shu 4-5 xil farq va o'xshashlikni bir qisqacha so'zlab beray. Mayli shifrli pul bo'lsin yoki an'anaviy pul bo'lsin, bularningki o'xshash funksiyasi bor. Ya'ni bular almashtirishning vositasi. Ammo bularning paydo bo'lishi, yasalishi o'xshashmaydi. Qog'oz pulni shu ma'lum egilik huquqliq davlatningki bankasi davlatning farmoni bo'yicha besib chiqarildi. Qonun bo'yicha kuchga ega. Ya'ni bu pul, sen buni ilm berimda sen cho'qim qabul qilasan deganligi uchun o'shunda bo'ladi. Ya'ni Markaziy bank pulni shu davlatning iqtisodiga soladi, ya'ni banklarga berdi. Har qaysi so'l sanoat banklari u banklar uni Markaziy bankdan ilib, ondan boshqa idora jamiyat shirkatlarga har xil shaklda yetkazadi. Ondan bu pulni kontrol qilish jihatda har qaysi banklar, masalan, Amerika bankasi, Ubo banka degan o'xshash yoki so'l sanoat bankasi degan o'xshash banklar kishilarningki hisobotni doim kontrol qilib tura oladi. Mubada ma'lum bir gumonliq ish ulab qolsa, uni darhol bayqiy oladi. Endi qog'oz pulning saxtasini yasash o'ng'ayroq. Garchi saxtlikqa qarshi har xil texnikalar bo'lsa-mu, masalan, shu dollarning necha xil maxfiy shifrlari bor. Shunda bo'lsa-mu, ya'ni bu saxt pulni yasash va shifrli pulni yasash qaragan vaqtda osonroq.
Andan keyin buningki demakchi buningki kim yasaydi masalasi bor. Kim bosadi bu pulni? Qog'oz pulninkini hozir men deb o'tdim. Kontrol qilish jihatda kontrol qilish jihatda oson bo'ladi. An'anaviy banklar buni kontrol qila oladi. Ana buning qimmati jihatda, ya'ni qimmati jihatda bu nurg'un bu qog'oz pulning qimmatini nima belgilaydi degan vaqtda nurg'un iqtisodiy omillar belgilaydi. Ya'ni shu iqtisodiy faoliyatlardagi aylanayotgan aylanma mablag'ning soni belgilaydi. Markaziy bankka iqtisodiy ahvolga qarab turib qog'oz pulninki qimmatini, ya'ni jiq qog'oz pul besib chiqarsa pul baholigini keltirib chiqaradi. Andan zaym setilish orqali, masalan, zaym pul setish orqali yana bir usul. Qog'oz pulni bozorga qo'yib o'tadi. Ondan yana bir usuli nima degan vaqtda o'sim nisbatini yuqori ko'tarish orqali bu pulninki qimmatini ko'taradi. Ya'ni pulning o'sim nisbatini, omonat nisbatini yuqori ko'tarsa, nurg'un odamlar obrotdagi pulni elib bankka qo'ydi. Shunday bo'lgan vaqtda aylanayotgan pulning soni azayganlikdan keyin iqtisodda pulning setilish kuchi oshadi degan gap. Bu pullar nerede saqlanadi desa, kishilarninki har bir hisob ochgan, banklarda hisob ochgan shaxslarning, shirkatlarning, idora jamiyatlarning hisobotida bo'ladi. Bu pulni yo'tkashda, an'anaviy banklardan pullarni yo'tkashda bu butun jarayonlarni tekshirgil bo'ladi. Iz qo'g'lab bilgil bo'ladi, kim, nega, qachon, qanchalik sommada pul yo'tkadi deb. Pul yo'tgan vaqtda bu davlat ichida haq olmagan bilan xalqaro pul yo'tkash bo'lgan vaqtda o'ningdan haq oladigan gap. Ammo shifrliq pul desa, shifrliq pulni abayman deganidek kompyuter mutaxassislari, mush sohaga qiziqqan kishilar kompyuter programmasidagi murakkab tepishmoqlarni yesh orqali ular qazidi. Andan keyin bu to'rdagi hisob kitob daftarga bu qizilgan shifrliq pul xotirlanmoqda. Endi buning qimmatini qanday belgilanadi desa, bu shifrliq pulni ishlatgan odamlarning sonining ko'payishiga ergishib, bu pulga bo'lgan talab oshsa, buni qimmat oshadi. Hozir buningga bo'lgan bir talab ishodi nima qilsa, shifrliq pul, dunyoviy, xalqaro pul kelgusi bor deb qarab, bir qism odamlar bu pulni setib oladi. Demak, bu pulga bo'lgan talabning ishiga ergishib, abay degandek bu pulning miqdori cheklik bo'lganlikdan buning bahosi oshmayotadi. Bu kunlarda mana shifrliq pullarning hammasining emas, bu 1,000 necha 10 ming tekar xil shifrliq pullab ketdi. Ba'zilarining ishi o'tadi. Masalan, bittangisining ishi o'tadi. Bu pullarning aloyligi, ya'ni nima desa, yo'tkash oson. Undan keyin mulozimat haqqi, mulozimat surati tez, mulozimat haqqi oson, bexatar. Undan shaxslarning pul yo'tgan shaxslarningki xususlik qo'g'dildi degan gap. Bu pullarning kontrol qilinishi qanday deganda, bu pullar intayin maxfiy bo'lgan shifrliq bir xil programmalar bilan yasalganlikdan uning saqlanishi, bu pullarni saqlash davomli shu programmalarni yanglab turish bilan shunday qo'g'dildi yoki saqlanadi. Buni aytgan vaqtda bu pulga nisbatan saqtlik qilish, buni saqt nusxasini chiqarish intayin tas yoki mumkin emas degan taqdir alomat tas. Bu pulning saqlanishi qog'oz pul bankada saqlangan bilan bu pullar mavhum pul shaklida, ya'ni elektronlik pul shaklida shaxslarningki elektronlik hamyonni saqlanadi, kompyuterda saqlanadi. Kompyuterga shu kompyuter to'g'riga kompyuteri to'g'rilangan har qanday shaxs mushu xil pullar aloqasi va shaxsning har qanday bu pulni ilib sota oladi yoki yo'tkay oladi degan gap. Undan keyin bu pullarni yo'tkash maxfiy bo'ladi, noma'lum bo'ladi. Noma'lum shaxslar yo'tkay oladi, ismingizni demay, nega ishlatdingiz, nima uchun ishlatdingiz deganni. Qanchalik pulni yo'tkadingiz deganni belgilab bo'lmaydi. Ba'zilar hamda buni jinoyat sharkillari, ish haykallari bundan foydalanib ketadi, ularga yaxshi deb qaraydiganlar bor. Ular ham foydalanadi.
Şuna bu ilqi an'anaviy pul bilan shifrliq pulningki o'xshashligi va farqi to'g'risida shuni so'zlab berdim. Endi so'ralgan savol mushuningqimi ozroq mablag' solib qo'ysak bo'lamdi deydigan savol. Menimcha az to'l bo'ladi. Hamma narsani az to'l sinab beqish kerak. Ko'p silib olmay, bilmagan sharoit ostida. Azroq solib qo'yishninki hech qanday bir foydasi yo'q. Ilqi hech qanday bir ziyon yo'q. Men demoqchi bo'lganim foydasi yo'q emas, ziyon yo'q. Birinchi qitim yaratilgan shifrliq pul bit tangisi. Bit tangisiniki kim yaratgan, qanday yaratgan degan narsalar, kimning yaratganligi to'g'risida gaplarni aytdi jiq. Şuna ben bu shifrliq pul haqida savod xarakterlik mushunchalik so'zlay. Birinchi darsni hamma ishning boshlanishi biroz qiyinga to'xtaydi. Mani sinaq tariqasida men to'rga kanalimga chaplab baqaman. Agar ko'pchilik yaxshi fikr talablar bo'lsa, ko'pchilik fikr talablaringlarni o'tirib qo'ysanglar, men shu sizlarning talabinglarga moslashga tirishaman. Rahmat.